Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomiz har biringiz uchun, ayniqsa aziz keksa avlod vakillari, ya'ni pensionerlarimiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan juda dolzarb mavzuga bag'ishlangan. Hozirda mamlakatimizda jamoat transportida yo'l haqqini to'lash tizimida katta o'zgarishlar yuz bermoqda va bu o'zgarishlarning eng muhim jihatlaridan biri pensionerlar uchun maxsus kartalar joriy etilishi bo'lib, ular yangi tartibda qanday ishlashi va bu jarayon qanday amalga oshirilishi haqida to'liq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beramiz. Bu sizning har kungi harakatlanishingizga, moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladigan ma'lumot. Shuning uchun iltimos, videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bugungi ma'lumot har bir pensioner va ularning oila a'zolari uchun juda muhimdir. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Qani boshladik muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalgi tizim qanday ishlaganini eslab olsak. Uzoq yillar davomida pensionerlarimiz jamoat transportida o'zlarining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari, ya'ni pensiya guvohnomalarini ko'rsatish orqali imtiyozli yoki bepul yo'l haqqidan foydalanib kelishgan. Bu tizim o'zining soddaligi bilan qulaydek tuyulardi, ammo amalda bir qator kamchiliklarga ega edi. Birinchidan, transport haydovchilari yoki konduktorlar har bir yo'lovchining guvohnomasini tekshirishga majbur bo'lishardi. Bu esa yo'lovchi oqimi zik bo'lgan paytlarda, ayniqsa avtobus yoki metrolarda ko'p vaqt va ortiqcha ish yukini keltirib chiqarardi. Ba'zida guvohnomaning haqiqiyligini tekshirishda qiyinchiliklar yuzaga kelardi. Chunki hamma ham hujjatdagi ma'lumotlarni tezda tekshira olmasdi. Ikkinchidan, bu tizim orqali imtiyozli yo'lovchilarning aniq sonini hisoblash va ularga ko'rsatilayotgan xizmat hajmini aniqlash juda murakkab edi. Natijada transport kompaniyalari va davlat tashkilotlari tomonidan beriladigan subsidiya miqdorini aniq va shaffof tarzda belgilashda ba'zan noaniqliklar yuzaga kelardi. Uchinchidan, guvohnomalar ko'pincha eskirar, yaroqsiz holga kelardi. Bu esa pensionerlarga qo'shimcha ovoragarchilik tug'dirardi. Qolaversa, inson omili sababli ba'zida noxush holatlar, tushunmovchiliklar ham yuzaga kelishi mumkin edi. Endi esa hozirgi kunda joriy qilinayotgan yangi tizim haqida gaplashaylik. Mamlakatimizda transport sohasini raqamlashtirish va modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Aynan shu islohotlarning bir qismi sifatida pensionerlar uchun ham maxsus shaxsiylashtirilgan elektron transport kartalari joriy etilmoqda. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, sizning eski qog'ozdagi pensiya guvohnomangiz jamoat transportida imtiyozli yo'l haqqidan foydalanish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Endi sizga plastik karta, xuddi bank kartasi yoki oddiy transport kartasi kabi maxsus karta kerak bo'ladi. Bu karta shaxsan sizning nomingizga rasmiylashtiriladi va uning ichiga barcha kerakli ma'lumotlaringiz raqamli tarzda kiritilgan bo'ladi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi. Birinchidan, pensionerlar uchun jamoat transportidan foydalanish jarayonini yanada qulay, tez va shaffof qilish. Endi siz shunchaki kartangizni validataga tekizish orqali o'z imtiyozingizdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchidan, transport tizimida aniq hisob-kitobni yo'lga qo'yish. Har bir karta orqali amalga oshirilgan safar qayd etiladi. Bu esa davlatga va transport tashkilotlariga subsidiyalarni aniq va maqsadli ravishda yo'naltirish imkonini beradi. Uchinchidan, korrupsiya va suiiste'molliklarning oldini olish, chunki karta faqatgina o'z egasiga tegishli bo'ladi va uni boshqa birov ishlatishi qiyinlashadi. To'rtinchidan, bu umumiy raqamlashtirish jarayonining bir qismi bo'lib, butun transport tizimini zamonaviy standartlarga moslashtirishga qaratilgan. Ushbu yangilik orqali har bir pensioner o'zining huquqini himoyalangan his qiladi. Ortiqcha ovoragarchiliklarsiz, kutilmagan to'siqlarsiz jamoat transportidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Keling, yangi tizimning eng muhim jihatlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Nimalarni bilishingiz kerak? Eng avvalo shuni bilishingiz kerakki, bu yangi kartalar oddiy transport kartasi emas, balki shaxsiylashtirilgan. Sizning pensiya maqomingizni tasdiqlovchi va sizga qonun bo'yicha berilgan imtiyozdan foydalanish imkonini beruvchi maxsus vositadir. Ya'ni bu karta sizning shaxsingiz bilan bog'liq bo'ladi va faqatgina sizga tegishli bo'ladi. Bu kartalar nafaqat yo'l haqqini tejash, balki bir qator boshqa qulayliklarni ham taqdim etadi.
qulaylik va tezlik. Endi siz avtobusda yoki metroda navbatda turib, guvohnomangizni qidirib, haydovchiga ko'rsatishingiz shart emas. Shunchaki kartani validatorga tegizing va yo'l haqi avtomatik tarzda bepul yoki imtiyozli tarif bo'yicha hisobdan chiqariladi. Bu ayniqsa shoshilinch paytlarda, masalan, ishga yoki shifoxonaga borishda juda qulaydir. 2. Xavfsizlik. Nafaqat naqd pulni, balki pensiya guvohnomasini ham doim o'zingizda olib yurish zarurati yo'qoladi. Karta kichik va hamyoningizda yoki sumkangizda qulay joylashadi. Hujjatni yo'qotish yoki unga shikast yetkazish xavfi kamayadi. O'tish astirib shaffoflik va aniqlik har bir safar tizimda qayd etiladi. Bu transport xizmatlari sifatini oshirishga, yo'nalishlarni optimallashtirishga va davlat budjetidan ajratiladigan subsidiyalarni yanada adolatli taqsimlashga yordam beradi. Ya'ni sizning har bir safaringiz muhim ma'lumotga aylanadi va umumiy tizimni yaxshilash hissa qo'shadi. 4. Asriy zamonaviylik. Bu tizim mamlakatimizning umumiy raqamlashtirish strategiyasining bir qismidir. Keksalarimiz ham zamonaviy texnologiyalardan bemalol foydalanishlari davlat xizmatlarining yanada qulay va innovatsion bo'lishiga guvoh bo'lishlari uchun muhim qadamdir. Kim xavotirlanishi kerak? Asosan jamoat transportidan muntazam foydalanadigan va hali yangi maxsus transport kartasini olmagan barcha pensionerlar xavotirlanishi kerak. Shu bilan birga oldingi pensiya guvohnomasi bilan bemalol sayohat qilish mumkin deb o'ylaydiganlar ham o'z fikrlarini qayta ko'rib chiqishlari lozim. Chunki belgilangan muddatdan so'ng eski guvohnomalar bepul yoki imtiyozli yo'l haqqidan foydalanish uchun qabul qilinmaydi. Agar siz hozirda jamoat transportidan faol foydalanayotgan bo'lsangiz va hali kartangiz yo'q bo'lsa, uni rasmiylashtirishni kechiktirmang. Ayniqsa tez shifoxonaga, bozorga, do'konlarga yoki farzandlaringiznikiga borib turadigan bo'lsangiz, bu karta sizga suv va havodek zarur. Agar siz pensioner bo'lmasangiz, shaxsan o'zingiz uchun xavotirlanishga hojat yo'q. Ammo sizning ota-onangiz, bu bobongiz yoki keksa qarindoshlaringiz bo'lsa, ularga bu ma'lumotni yetkazishingiz va kartani olishda yordam berishingiz muhimdir. Shuningdek, agar siz pensioner bo'lsangiz, ammo shaxsiy avtomobilingizda harakatlansangiz yoki jamoat transportidan juda kam foydalansangiz, hozircha katta xavotirga tushishingiz shart emas. Lekin baribir qonuniy imtiyozingizdan foydalanish uchun bu kartani olib qo'yishni maslahat beraman. Chunki hayotda har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. Karta nafaqat yo'l haqqi, balki kelajakda boshqa imtiyozlar uchun ham xizmat qilishi mumkin. Bir necha aniq hayotiy misollar. 1. Misol Toshkentlik marhamat buvi va kutilmagan xarajatlar. Tasavvur qiling. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida yashovchi 72 yoshli marhamat buvi har kuni ertalab soat 80:00 bozorga, haftada 2 marta esa shifoxonaga avtobusda borib keladi. Ilgari u o'zining yashil rangli pensiya guvohnomasini ko'rsatib, bepul yo'l haqqidan foydalanardi. Karta tizimi to'liq joriy etilgandan so'ng u yangi kartasini olishni biroz kechiktirdi. Bir kuni u bozorga borish uchun avtobusga chiqdi. Validatorga eski guvohnomasini ko'rsatganda, haydovchi endi bu hujjat bilan bepul yurish mumkin emasligini, maxsus karta kerakligini aytdi. Marhamat buvida esa o'sha kuni naqd pul yo'q edi. Mobil ilova orqali to'lashni ham bilmasdi. Natijada u avtobusdan tushib qolishga majbur bo'ldi va uyiga piyoda qaytishiga yoki kimdandir qarz so'rashiga to'g'ri keldi. Bu holat unga nafaqat moddiy, balki ruhiy jihatdan ham noqulaylik tug'dirdi. Agar u kartani o'z vaqtida olganida bunday noxush holatga tushmas edi. Bir haftalik shunday harakatlanishda agar u barcha safarlar uchun to'lashga majbur bo'lsa, unga taxminan 20.000 so'm atrofida qo'shimcha xarajat bo'ladi. Bu uning cheklangan pensiya budjetiga sezilarli ta'sir qiladi. 2. Misol Qashqadaryodan kelgan Bobur ota va poytaxtdagi yangi tartib. Faraz qilaylik, Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanidan kelgan 68 yoshli Bobur ota o'zining qarindoshlarini ko'rish uchun Toshkentga keldi. U o'z viloyatida jamoat transportida bepul yo'l haqqidan foydalanish uchun eski tartib bo'yicha guvohnomasini ko'rsatardi. U poytaxtda ham shu tartib amal qiladi deb o'yladi. Lekin Toshkentda yangi tizim joriy etilgani sababli uning eski guvohnomasi poytaxt transportida qabul qilinmadi. Bobur ota har bir safar uchun to'liq to'lovni amalga oshirishiga to'g'ri keldi. Bir haftalik sayohatida u har kuni 2-3 marta transportdan foydalanganini hisoblasak, unga taxminan 60.000 so'mga tushishi mumkin. Agar uning yonida bu kartasi bo'lganida, u bu pulni nabiralarga sovg'a olishga yoki boshqa ehtiyojlarga sarflashi mumkin edi.
Bu misol shuni ko'rsatadiki, yangi tizim nafaqat yashash joyingizda, balki mamlakatning boshqa hududlariga sayohat qilganingizda ham muhimdir. Misol, faol Anvar aka va imtiyozdan to'liq foydalanish. Yana bir misol. 65 yoshli Anvar aka nafaqada bo'lsa-da, haftasiga 3 kun o'z kasbiga oid maslahat berish uchun ish joyiga boradi. U har doim bepul yurish imtiyozidan foydalanardi. Yangi karta joriy qilingandan so'ng u bu haqida eshitgan bo'lsa-da, ishlarim ko'p keyinroq olaman deb o'yladi. Ammo yangi qoidalar kuchga kirganidan so'ng uning eski guvohnomasi amal qilmay qoldi. U ishga borib kelish uchun har kuni avtobusga 2000 so'mdan borish va kelish to'lashiga to'g'ri keldi. Bir oyda u 12 kun ishga borganini hisobga olsak, haftasiga 3 kun 4 hafta. Umumiy 24 ta safar uchun darmakasi 1000 so'm ortiqcha xarajat qildi. Agar u kartani o'z vaqtida olganida, bu pulni tejamkorlik bilan ishlatishi mumkin edi. Bu esa uning budjetiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Chunki u har doim har bir tiyinni tejashga odatlangan edi. Kartani rasmiylashtirishga sarflangan bir necha soat vaqt unga oyga deyarli 1000 so'm tejalishni ta'minlagan bo'lardi. Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi tizimga o'z vaqtida moslashish nafaqat qulaylik, balki moliyaviy barqarorlik uchun ham juda muhimdir. Asosiy qism ikki qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi. Pensionerlar uchun joriy etilayotgan maxsus transport kartalari bilan bog'liq ba'zi istisnolar, diqqat qilish lozim bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslar ham mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. Biri-ast hududiy farqlar va bosqichma-bosqich joriy etish. Bu eng muhim nuanslardan biridir. Yangi tizim butun mamlakat bo'ylab birdaniga joriy etilmasligi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida va yirik viloyat markazlarida bu tizim allaqachon to'liq ishga tushirilgan bo'lsa, ayrim chekka hududlarda yoki kichikroq shaharlarda eski tartib ma'lum bir muddatga saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu vaqtinchalik holatdir. Oxir-oqibat yagona tizim butun respublika bo'ylab joriy etiladi. Shuning uchun o'zingiz yashayotgan hududdagi aniq tartib qoidalar haqida mahalliy transport boshqarmasi yoki davlat xizmatlari markazlaridan DXM aniq ma'lumot olishingiz shart. Mening hududimda hali joriy etilmagan degan fikr sizni yangi kartani olishdan chetlatmasligi kerak. Chunki u istalgan vaqtda joriy etilishi mumkin. Bu hududiy farqlar shaffoflikni kamaytirishi mumkin. Shuning uchun diqqatli bo'ling. 2. Karta amal qilish muddati va uni yangilash. Aksariyat transport kartalari ma'lum bir muddatga, masalan, 3 yildan 5 yilgacha amal qiladi. Pensiya kartalari uchun ham xuddi shunday muddat belgilanishi mumkin. Kartaning amal qilish muddatiga e'tibor berish juda muhim. Agar kartangizning muddati o'tsa, u ishlamay qoladi va siz yana avvalgi noqulay vaziyatga tushishingiz mumkin. Karta muddatini tekshirib turish va uni o'z vaqtida yangilashni unutmang. Yangilash tartibi ham odatda kartani birinchi marta olish jarayoniga o'xshash bo'ladi. Ya'ni DXM ga murojaat qilish orqali amalga oshiriladi. Kartani yangilash uchun belgilangan muddatdan bir oy oldin murojaat qilish tavsiya etiladi. O'tish. Karta yo'qolgan yoki shikastlanganda nima qilish kerak? Afsuski, bu kabi holatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Agar kartangiz yo'qolsa yoki shikastlansa, uni zudlik bilan blokirovka qilish uchun xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga, odatda transport boshqarmasi yoki DXM murojaat qilishingiz kerak. Bu kartaning boshqa shaxslar tomonidan suiiste'mol qilinishining oldini oladi. Yangi karta olish uchun qayta ariza topshirishingiz lozim bo'ladi. Yangi karta berish uchun kichik miqdorda to'lov undirilishi mumkin. Bu to'lov kartani ishlab chiqarish va rasmiylashtirish xarajatlarini qoplashga qaratilgan bo'ladi. Bu jarayon odatda avvaliga nisbatan tezroq kechadi, chunki ma'lumotlaringiz tizimda allaqachon mavjud bo'ladi. 4. Transport turlari bo'yicha cheklovlar. Pensionerlar uchun beriladigan imtiyozli kartalar odatda shahar jamoat transporti, ya'ni avtobuslar, metrolar, tramvaylar agar mavjud bo'lsa uchun amal qiladi. Ammo marshrutkalar, yo'nalishli taksilar yoki shahar atrofi yo'nalishlarida harakatlanuvchi ayrim xususiy transport turlari uchun bu karta amal qilmasligi mumkin. Bu transport turlari ko'pincha xususiy egalikda bo'lgani uchun ularga davlat tomonidan subsidiyalar ajratilmasligi va shunga mos ravishda imtiyozlar ham taqdim etilmasligi mumkin. Shuning uchun safarga chiqishdan oldin foydalanmoqchi bo'lgan transport turida ushbu kartaning amal qilishini aniqlab olishni unutmang. Bu ma'lumotni bevosita transport vositasida, bekatlarda joylashtirilgan e'lonlardan yoki transport tashkiloti ma'lumot xizmatlaridan olish mumkin. 5.
vaqtinchalik kartalar va o'tish davri. Ayrim hududlarda yangi tizimga to'liq o'tish davrida vaqtinchalik kartalar yoki eski guvohnomalarni qabul qilish davri bo'lishi mumkin. Bu davr odatda yangi tizimga o'tishni osonlashtirish va pensionerlarga moslashish uchun beriladi. Biroq bu o'tish davri cheklangan muddatga ega bo'ladi va undan keyin faqatgina yangi maxsus kartalar amal qiladi. O'tish davriga ishonib, kartani rasmiylashtirishni kechiktirmaslik kerak. Chunki u kutilmaganda tugab qolishi mumkin. Mahalliy hukumat yoki transport tashkilotlarining rasmiy e'lonlarini kuzatib borish muhimdir. 6. Asosiy texnik nosozliklar va yordam olish tartibi. Har qanday elektron tizimda bo'lgani kabi, validatorning ishlamay qolishi, kartaning o'qimasligi yoki tizimda texnik xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda nima qilish kerak? Avtobus haydovchisi yoki metro xodimiga murojaat qilish tavsiya etiladi. Ba'zi hollarda agar tizim ishlamasa, haydovchi sizni bepul o'tkazishi mumkin. Ammo bu uning ixtiyorida bo'ladi. Eng yaxshisi har ehtimolga qarshi kartadan tashqari minimal miqdorda naqd pul yoki boshqa to'lov vositasini, masalan, telefoningizda to'lov ilovasi olib yurishdir. Shuningdek, transport tashkilotlarining aloqa markazlari yoki ishonch telefonlari mavjud bo'lib, ular orqali siz yordam so'rashingiz yoki shikoyat qilishingiz mumkin. Kartaning orqa tomonida yoki transport kompaniyasining veb-saytida bu raqamlar ko'rsatilgan bo'lishi kerak. 7. Kartani noto'g'ri ishlatish va jazo chorasi. Maxsus pensioner kartasi shaxsga bog'liq bo'lganligi sababli uni boshqa shaxsga berish yoki o'z nomingizdan boshqa birovning foydalanishiga ruxsat berish qat'iyan taqiqlanadi. Bunday harakatlar imtiyozlardan suiiste'mol qilish deb hisoblanadi va tegishli jazo choralariga olib kelishi mumkin. Masalan, kartani blokirovka qilish yoki ma'lum muddatga imtiyozdan mahrum qilish kabi jazo qo'llanilishi mumkin. Shuning uchun kartangizni ehtiyot qiling va uni faqat o'zingiz ishlating. 8. Asrish hujjatlar bilan bog'liq noaniqliklar. Ariza berish jarayonida ba'zida hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilmaganligi, muddatining o'tganligi yoki ma'lum bir hujjatning yo'qligi sababli muammolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, pasportingizning muddati o'tgan bo'lishi yoki fotosuratning belgilangan standartlarga mos kelmasligi. Shuning uchun hujjatlarni to'plashda juda ehtiyot bo'ling va barcha talablarga javob berishiga ishonch hosil qiling. Agar shubhangiz bo'lsa, DXMga borishdan oldin telefon orqali yoki mahalliy transport kompaniyasining veb-sayti orqali maslahat olishingiz mumkin. Ba'zi hollarda qo'shimcha hujjatlar, masalan, nikoh guvohnomasi, agar familiya o'zgargan bo'lsa, talab qilinishi mumkin. Ushbu aniq nuanslarni bilish sizga yangi tizimga o'tishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ko'plab muammolarni bartaraf etishga yordam beradi va sizning imtiyozli yo'l haqqidan muammosi foydalanishingizni ta'minlaydi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Ushbu maxsus kartani olish uchun siz nima qilishingiz kerak? Bu yerda sizga bosqichma-bosqich juda aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam. Huquqni tekshirish va ma'lumot to'plash. Avvalo, o'zingizning yoshingiz va nafaqa oluvchilar ro'yxatida ekanligingizni tekshiring. Aksariyat hollarda pensionerlik maqomiga ega bo'lgan har bir shaxs ushbu imtiyozli kartani olish huquqiga ega. Agar pensiyangiz yangi tayinlangan bo'lsa yoki yaqinda nafaqaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi tizimida mavjudligiga ishonch hosil qiling. Bu ma'lumotlar keyinchalik kartani rasmiylashtirishda avtomatik ravishda tekshiriladi. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plash. Bu jarayonning eng muhim qadamlaridan biridir. Hujjatlaringiz to'liq va tartibli bo'lishi lozim. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Pasport asli va nusxasi. Pasportingizning amaldagi muddatini tekshiring. Aslini ko'rsatasiz, nusxasi ariza bilan birga topshiriladi. Yashash joyingizdagi propiska, doimiy ro'yxatdan o'tgan joy aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Nafaqa guvohnomasi, asli va nusxasi, pensiya guvohnomangizning haqiqiyligini tekshiring. Aslini ko'rsatasiz, nusxasi ariza bilan birga topshiriladi. 3x4 hajmdagi bitta rangli fotosurat, oxirgi 6 oy ichida tushilgan oq fonda yuzi aniq ko'rinib turgan surat bo'lishi kerak. Ba'zi joylarda, masalan, DXMda joyda fotosurat olish xizmati mavjud bo'lishi mumkin, ammo bunga umid qilmasdan o'zingiz bilan sifatli fotosurat olganingiz ma'qul. Bu fotosurat kartaning o'zida bosiladi. Agar talab qilinsa, yashash joyidan ma'lumotnoma. Ba'zi hududlarda yoki maxsus holatlarda yashash joyingizdan, mahalladan yoki uy boshqarmasidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin.
Bu juda kam uchraydigan holat, ammo tayyor turganingiz yaxshi. Arizaning o'zi, arizani DXMda operator yordamida to'ldirasiz. Unga yuqoridagi hujjatlarni ilova qilasiz. 3 qadam arizani topshirish joyi. Astirishk. Siz arizani topshirish uchun mahalliy astirishk davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilishingiz mumkin. DXMlar mamlakatimizning barcha hududlarida mavjud bo'lib, aholiga turli davlat xizmatlarini yagona darcha tamoyili asosida ko'rsatadi. Bu siz uchun eng qulay va ishonchli variantdir. Ba'zi yirik shaharlarda transport kompaniyasining maxsus shoxobchalari yoki filiallari ham mavjud bo'lishi mumkin. Ammo DXM hamma uchun ochiq va bir xil tartibda xizmat ko'rsatadi. Sizga eng yaqin bo'lgan DXM filialini internet orqali, masalan, davlat xizmatlari portalining veb-saytida yoki mod 9 qisqa raqami orqali aniqlab olishingiz mumkin. Telefon orqali ham ishonchli ma'lumot olasiz. 4 qadam arizani rasmiylashtirish jarayoni. DXMga borganingizda navbat olib elektron navbat bo'lishi mumkin. Operatorga hujjatlaringizni topshirasiz. U sizning pasportingiz va pensiya guvohnomangizdagi ma'lumotlarni tizimga kiritadi. Ularning haqiqiyligini tekshiradi. Shundan so'ng u sizga maxsus ariza shaklini to'ldirishda yordam beradi. Arizada shaxsiy ma'lumotlaringiz, aloqa raqamingiz va boshqa kerakli ma'lumotlar ko'rsatiladi. Ariza to'ldirilgach, uni tekshirib imzolaysiz. Operator sizga arizangiz ro'yxatdan o'tganligi haqida kvitansiya berish kerak. Ushbu kvitansiyani saqlab qo'ying. U kartangizni olishda kerak bo'ladi. Asl bexadam kutish muddati va kartani qabul qilish. Odatda maxsus transport kartasi tayyor bo'lishi uchun 5 dan 20 ish kunigacha vaqt kerak bo'ladi. Bu muddat hujjatlarni tekshirish, ma'lumotlarni qayta ishlash va kartani ishlab chiqarish jarayonlariga bog'liq. Kartangiz tayyor bo'lgach, sizga SMS xabar kelishi mumkin. Shuning uchun ariza topshirishda to'g'ri aloqa raqamingizni ko'rsatganingizga ishonch hosil qiling. Kartani olish uchun yana DXMga murojaat qilasiz. Bu safar sizga pasportingiz va arizangiz ro'yxatdan o'tganligi haqidagi kvitansiya kerak bo'ladi. Hujjatlaringizni ko'rsatgach, kartangizni qabul qilib olasiz. Kartani olganingizda undagi ma'lumotlar, ism sharifingiz, tug'ilgan sanangiz to'g'ri yozilganligini tekshirib ko'ring. Asrish 6 qadam kartani aktivlashtirish. Agar kerak bo'lsa, ba'zi maxsus transport kartalari aktivatsiya qilishni talab qilishi mumkin. Bu haqda sizga DXMda kartani berish paytida aytishadi yoki karta bilan birga yo'riqnoma beriladi. Ko'pincha bunday kartalar 1-marta transportda validataga tekkizganingizda avtomatik ravishda aktivlashadi. Agar aktivlashtirish bilan bog'liq muammo yuzaga kelsa, DXM xodimlaridan yoki transport kompaniyasining aloqa markazidan yordam so'rashingiz mumkin. Odatda bu jarayon juda sodda va ortiqcha harakatni talab qilmaydi. 7 qadam muammolar yuzaga kelganda nima qilish kerak? Agar jarayon davomida biror bir muammo yuzaga kelsa, masalan, hujjatlaringiz qabul qilinmasa, karta uzoq vaqt tayyor bo'lmasa yoki boshqa tushunmovchiliklar bo'lsa, DXMning ma'lumot xizmati. Eng avvalo DXMning ma'lumot xizmatiga murojaat qiling. Ular sizga aniq ma'lumot berishi va muammoni hal qilishda yo'naltirishi mumkin. Transport kompaniyasining aloqa markazi. Agar muammo kartaning ishlashi yoki transportda uni qabul qilish bilan bog'liq bo'lsa, tegishli transport kompaniyasining aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling. Yozma murojaat. Agar og'zaki murojaat natija bermasa, yozma murojaat qoldiring. Bu sizning muammongizni rasmiy tarzda qayd etishga yordam beradi va javob olishingizni kafolatlaydi. Bu oddiy, ammo juda muhim qadamlarni bajarish orqali siz o'zingizning qonuniy imtiyozli yo'l haqqidan bemalol va qulay foydalanish huquqingizni ta'minlaysiz. Xulosa va yakuniy taklif. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi videomizda pensionerlarimiz uchun joriy etilayotgan maxsus transport kartalari haqida barcha kerakli ma'lumotlarni batafsil tushuntira oldim. Bu yangilik shunchaki qog'oz guvohnomadan plastik kartaga o'tish emas, balki butun tizimni zamonaviylashtirish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va aziz keksalarni har kuni jamoat transportidan foydalanishda duch kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklardan xalos etishga qaratilgan muhim qadamdir. Biz nafaqat moliyaviy tejash, balki qulaylik, tezlik va xavfsizlik haqida ham gapirdik. Unutmang, bu karta sizning shaxsiy moliyaviy farovonligingiz va qulayligingiz uchun juda muhimdir. Agar siz hali kartani rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, uni kechiktirmasdan olishga harakat qiling. O'zingizga g'amxo'rlik qiling va yangi imkoniyatlardan foydalanishni boshlang. Bu boradagi fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldirishingizni so'rayman.
balki siz kartani allaqachon olgansiz va u haqida o'z fikrlaringizni baham ko'rmoqchisiz. Sizning har bir izohingiz boshqalar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu kabi muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishda bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun oldindan rahmat aytamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.